Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz Scratch dasturida protseduralar bilan ishlash. Ushbu taqdimotda Scratch dasturidagi protseduralarni o'rganamiz. Ular kodni samarali boshqarishga yordam beradi. Protseduralar yordamida loyihalaringiz yanada tartibli bo'ladi. Aniq va tabiiy fanlar kafedrasi informatika rivojlantiruvchi guruh tinglovchisi, Chirchiq shahar 24-maktab o'qituvchisi Boytemirova Shohsanam. Protseduralar nima va ular nega kerak? Ta'rif. Protsedura bu bir nechta buyruqlarni birlashtiruvchi blok. U bloklar bo'limida joylashgan, ular takrorlanuvchi ishlarni soddalashtiradi. Nega kerak? Protseduralar kodni qisqartiradi, ular kodni tushunarli qiladi, xatolarni topishni osonlashtiradi, loyihalarni boshqarishda yordam beradi. Bloklarim yaratish, yangi protsedura qo'shish. Yangi protsedura yaratish uchun quyidagi qadamlarni bajaring. Bloklarim kategoriyasi Scratch interfeysda bloklarim bo'limini tanlang. U rangli bloklar orasida joylashgan. Blok yaratish, u yerda blok yaratish tugmasini bosing, yangi oyna ochiladi. Nomi va sozlamalar. Protseduraga nom bering va kerakli parametrlarni qo'shing. Nom aniq bo'lishi muhim. Blokni belgilash. Yangi blok sahnada paydo bo'ladi. U endi dasturda mavjud. Kengaytirilgan buyruqlar guruhlari. Ya'ni protseduralarda foydalaniladigan buyruqlar guruhlari va boshqarish paneli, kodlar, musiqalar va shunga o'xshash qo'shimcha narsalarni kiritishingiz mumkin. Bu yerda kiritilgan tillarni o'zgartirishimiz mumkin, musiqa qo'shishimiz mumkin, ovoz qo'yishimiz mumkin, keyin qalamlar bilan chizishimiz mumkin va o'yinlar yaratishimiz mumkin. Bu esa qo'shimcha musiqa qo'shishimizni отдельно ko'rsatib, ichki ko'rinishigacha ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda ham notani, zarbani ijro etish va ketma-ketligida ko'rsatilgan. Buni bajarib ko'rsangiz, qilib ko'rsangiz, aniqroq o'zingizda yorqin fikr uyg'onadi. Protseduralardan foydalanish, bloklarni sahnaga joylash. Qanday foydalanish kerak? Yaratilgan protsedura blokini skript maydoniga torting, uni boshqa buyruqlar kabi ishlating. Bu juda oddiy. Ishlash prinsiplari. Protsedura bloki chaqirilganda uning ichidagi barcha buyruqlar bajariladi. Bu kodni takrorlashdan saqlaydi. Scratch dasturida protseduralar bilan foydalangan holda webcam Bubbles o'yinni yaratish ketma-ketligi. Ya'ni rasmda ko'rsatib o'tilgan, buni videosi ham qilingan, lekin bu yerda ketma-ketligini qilib ko'rganmiz. Scratch dasturiga